Rossiya migrantlar uchun cheklovlarni yana kuchaytiradi. Rossiyada 2026-yildan mehnat migrantlari uchun yangi cheklovlar joriy etiladi. Unga ko'ra, migrantlarga alkogol va tamaki mahsulotlari savdosida ishlash taqiqlanadi. Hammaga salom. Migrantlardan boshqa qiladigan ish yo'q shekilli, bu o'rislarning bir Великая страна Rossiya deb qo'ygan joyda bor. Dunyoning yer yuzining yarmidan ko'pi menimcha Rossiya territoriyasiga qarasa kerak. Qurilish sohasida esa ularning ulushi kamaytiriladi. Shuningdek, savdo, xizmat ko'rsatish va transport sohalarida migrantlar soniga cheklov qo'yiladi. Agar kompaniya belgilangan limitdan oshsa, ayrim xodimlar bilan mehnat shartnomasi bekor qilinishi mumkin. Hukumat Mening fikrim bo'yicha endi men haligi tarixchi yoki bir historik emasman, просто примерно o'zim bilgan darajada sizlarga xabarlarni qo'yib boryapman. Hozirgi holatda endi bu cheklov ortiqchalik qiladi. O'zi patentlarning narxi oshib ketdi. Moskvada o'zi oldin adashmasam 9000 edi, hozir necha pul bo'ldi bilmadim. Men lichda Peterda ishlardim, Peterda yashardim. Peterda 6000 to'lardik. Hozirgi kunga kelib patent narxi 8000 bo'libdi. Choralar mehnat bozorida tartib o'rnatish va mahalliy aholi uchun ish o'rinlarini saqlashga qaratilganligini ta'kidlamoqda. Endilikda Rossiyaga ishga ketmoqchi bo'lganlar ham bu cheklovlarni hisobga olib ketishlari tavsiya qilinadi. O'rtog'im bilan gaplashuvdim, chunki boshlig'im Piterdagi chaqiryapti edi. Agar boradigan bo'lsam, hisobimni olishim kerak edi. Agar 130 ming, 135 ming oylik bersa, undan kvartiram 2 oyligi sraz beriladi-ku, birinchi zalogiya ham bor, xizmat qilgan paytingiz. Plus 3 oylik patent. Patentni noldan qilish, общий summa где-то 50 mingga to'xtaydi. Plus yo'l kira, plus va hokazo xarajatlar bilan olib borib turadigan xonasi juda ham большая summaga kelyapti. Kvartira bilan почти $1000. Bu har 3 oylik rasxod. Atak oyma-oy to'laydigan patent registratsiya kvartiralar bilan plus o'zingizning xarajatlaringiz. Bilmadim, bizni musofirda yurgan, Rossiyada ishlab yurgan opa-singillarimiz, akalarimiz qanaqa qilib kun ko'rishadi, bundan buyog'iga qanaqa qilib pul jo'natishadi. Allohim o'zi hammamizga sabr bersin, chunki men O'zbekistonga keldim, ikkita joydan dasht ish taklif tushdi. Hisoblasam, to'g'risi gap, tirikchiligim o'tayotgan xolos, hech narsaga orttira olmas ekanman. Shuning uchun men o'zimcha o'ylagan edim, yana bir borib ishlashim kerak deb. Qilgan planlarim Turkiya orqali o'sha Yevropaga o'tib ketish rejalari amalga oshmagandan keyin bu yerga kelib Polshaga qarindoshlarimiz ketib ishlab yurardi. Shular orqali ozgina harakat qilib ko'rdim. Lekin men osonlikcha bo'ladi deb o'ylagan narsalarim bu prosta tush bo'ldi. To'g'ri, hammasi kelib pulga taqaladi. 2500 dollar izначально berasiz. Keyin siz aytganday o'sha narsalar bo'ladi. Agar действительно желание bo'lsa, harakat qilsangiz, hammasi bo'ladi. Faqat ehtiyojlarni, sal xarajatlarni kamaytirib, bosib ishlash kerak. Aqabaqa o'yin pulgini, ortiqcha kiyim-kechakni, magazin ozligini sal to'xtatish kerak. Keyin pulinglarni barakali bo'lishini xohlasanglar, lutcha oilayli ishda ishlanglar. Sabab men oldin oilayli ishda ishlaganimda ancha-muncha ishim bitardi. Pulni ko'rib yorardim. Keyingi 2-3 yil ishlagan ishxonam oxirgi marta har hafta расчет qilardi. To'g'ri, yaxshi pul berardi, lekin keyini uyga kelib uydan yo'q bo'lib ketaverardi. Даже pul bergungacha ham uyda muammo bo'lib qolsa, unga bunga oldin ham olib ham jo'natib yuborardim. Sizlarga maslahatim, sabr qilinglar. Boshqa ish narsani hozir ayta olmayman. Mayli, obuna bo'lib kanalga like bosib, bizning kanalni kuzatishda davom eting. Bolalarga shukr.